Da'vat din жеткирүү 40. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi: Kim to'g'ri yo'lga ündese, al to'g'ri yo'lga tushganlarning savobini oladi. Aның savobi alardiqinan qilchaliqda kim bo'lmaydi. Al emi kim adashuga ündese, ani erchiganlarning da kunölörü ağa жазылады. Aның күнөсү alardiqinan qilchaliqda kim bo'lmaydi. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi: Kim to'g'ri yo'lga ündese, al to'g'ri yo'lga tushganlarning savobini oladi. Aның savobi alardiqinan qilchaliqda kim bo'lmaydi. Al emi kim adashuga ündese, ani erchiganlarning da kunölörü ağa жазылады. Aның күнөсү alardiqinan qilchaliqda kim bo'lmaydi. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi: Kim to'g'ri yo'lga ündese, al to'g'ri yo'lga tushganlarning savobini oladi. Aның savobi alardiqinan qilchaliqda kim bo'lmaydi. Al emi kim adashuga ündese, ani erchiganlarning da kunölörü ağa жазылады. Aның күнөсү alardiqinan qilchaliqda kim bo'lmaydi. Muslim.